shogirdlar bilan iplarimizni bo'yash jarayonini ko'rsatyapmiz. Avvalo biz mana shunday urchiqqa yigirib, yumaloq qilib o'rab olganimizdan keyin shu ipni qaynoq suvga yarim soatga qaynatib olamiz. Chunki buni qaynatganda iplarni kalava qilish va o'rash jarayonida bu ip silliqlashib, o'zining tukchalarini yo'qotib, silliq ipga aylanadi. Mana bu ipimiz yarim soatdan beri qaynayapti. Buni qaynab bo'lgan ipni olamiz. Ularni suvi sergigandan keyin kalava qilib bo'yaymiz. Mana qaynab turgan suvga biz pushti rang olmoqchimiz. Pushti rang olish uchun biz gulxayri gullarimizdan foydalanamiz. Gulxayri hovlimizda o'sadi. Mana bu gulxayrini yozda quritib olib qo'yganmiz. Mana shuni solamiz. Mana suvimiz qirmizi tusga kirdi. Endi mana shu qaynoq suvimizga achchiq tosh solamiz. Achchiq tosh bu kaliy alyuminiy kvars moddasi bo'lib, bu iplarni silliqlashda, tukchalarini yo'qotishda bizga yordam beradi. İplarni jipslashtiradi, bo'sh joylarini qotiradi. Mana shunday xususiyatga ega. Mana shu achchiq toshdan foydalanamiz. 1 kilogramm ip uchun 50 gram achchiq tosh solamiz. Va kalavalarimizni shu qaynoq suvga solamiz. İplarimiz 40 minut davomida mana shu suvda qaynab turadi. Mana yarim soat vaqt o'tdi. Gulxayriga bo'yalgan iplarimiz tayyor bo'ldi. Olib ketaman. Mana bularni endi olib oftobda quritamiz. Mana chiroyli pushti rangga ega bo'ldi. Buni yana ham yorqinroq rang chiqishligi uchun yana bir marta bo'yaymiz. Va yana achchiq toshdan foydalanamiz. Achchiq tosh iplarni jilolantirib rang beradi.